hurmatli fuqarolar, men Agrofond filial boshqaruvchi o'rinbosari Mamarov Bunyodjonman. Prezidentimiz tomonidan har bir mahallada, hududda tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilish bo'yicha topshiriq berilgan. O'sha topshiriqlar yuzasidan sizlar bilan uchrashib turibmiz. Hozirgi kunda bizlarda bank mahsulotlari bo'yicha sizlarga ma'lumot beramiz. Agarda ichimizda usta akalar o'tiribdi, hunarmandchilikda ishlab chiqarish tashkil qilaman deydigan bo'lsa, 312 sonli qarorga asosan kredit berdik. Firma tashkil qilasizlar. Undan tashqari mahalla loyihasi doirasi asosida 50 million so'mgacha 2 yil imtiyoz davri bilan kredit ajratilyapti. Imtiyoz davri 2 yil, foiz stavkasi 25%. Bundan tashqari yangi biznesni boshlamoqchi bo'lgan fuqarolar uchun biznesga birinchi qadam